Dadasi. Ha! İnternetda shunaqa zo'r o'yin ko'rdim. Dadasi, hozir shuni siz bilan o'ynamasam yorilib ketaman. Yana boshlandi. O xotin, yaqinda 32 ga kiraman-da. 33 ni ham ko'rgim kelyapti, maylimi? Chesni o'ynaymiz. Hech kim bir-birini urmaydi, so'kmaydi, bir-biridan xafa ham bo'lmaydi. Bir-birini o'ldirmaydi ham. Ishonching komilmi, xotin? Yana o'tgan safargiday xonamizda choynak tuyalovchi yurmasin. Bu xonadan tinchgina chiqamiz. Qarang dadasi, bir-birimiz haqimizda faqat rostini aytamiz. Xafa bo'lish yo'q, urish yo'q, so'kish yo'q. Keldikmi? Mayli, o'lsin. Boshla. Ha, o'zingizdan bo'lsin. Ayo, xotinjon, ayollarni hurmati bor. Boshlang. Cho'ntagingizdan $200 yo'qolib qoldi-yu, rosa qidirdingiz. O'shani men olgandim. So'kish yo'q. Raz, men ham boshlar ekanman. Sovuqroqlar, pichoq, boldalar yo'q-a? Ovqat bemaza chiqadi. Anchadan beri ayta olmayapti. 5 yildan beri miq etmay ichardingiz-a? Mayli, urish yo'q, so'kish yo'q. Siz oyog'ingizdan ham o'llikda hidi keladi. Zato o'zimga hidi yoqadi. Senchi kechqurun erkaklarday hurrak otasan. Azizam. 5 yildan beri miq etmabsiz-a? Qanday chidadingiz? Gap yo'q. Ha, mayli. O'tgan safar ushganimizda qorningiz og'rib 20 marta bir kunda tualetga qatnadingiz. Esizdami? Savol. Nimaga ekan-a? Aytdim, sho'rvanda ham g'alati edi. Mayli, ras o'yinimiz qizigandan qiziyotgan ekan, ikkiladin. O'zingcha mendan bekitib, yoz so'ng ichida pul yig'ayotding. O'sha pul birdan yo'qolib qoldi. Nimaga ekan? Men u pullarga katakxona qurib, tovuq biznes ochmoqchi edim. No. Bir narsani bilib qo'ying. Men sizga o'zimni 2002 deb tanishtirganman-ku, aslida 88 man. Dano bile. Sezgandim. Nimadir neto edi. Mayli. Mani birinchi muhabbatim 3-sinfda paydo bo'ldi. U meni ingliz tili o'qituvchim edi. Ko'ngilga shapatib berishmi? Unda eshiting. Men ham 6-sinfimda jismoniy tarbiya o'qituvchimni yaxshi ko'rib qolganman. Unda sanam eshit. 8-sinfda 5 ta bilan gaplashardim. Demak, finalga keldik. Rash shunaqa ekan. Men ham to'g'risini aytaman. Men 8-yigitimga turmushga chiqqanman. Unda eshit. Telefonimdagi santexnik deb yozilgan brat aslida santexnik emas. Nima? Urush yo'q dedi, so'kish yo'q dedi. Yana xafa bo'lib ketvordi. Ha, chidasang o'ynada. Erkak